Assalomu alaykum, qadrli Yusuf ukajonim, menga arzon narxda motoblogingdan bormi? Shundan menga obzor qil degan ekansiz uchun endilikda agroservis do'konlarida bu turdagi motobloglarimizda yangi partiyasi kirib keldi. Arzon narxlardagi u holda buni bittadan ashtirib o'tib ketaman. Kimga shu video yoqsa, hozirroq bitta like emas kommentariyada omad yoz qoldiringlar. Do'konga kelganingizda mana shu aytib o'tilayotgan arzonroq motoblogimizda oz buncha tushib qo'ygan bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Faqatgina siz video shartini bajargan bo'lsangiz bo'ldi. Videoga aytib o'tganim hozirroq bitta like emas, kommentariyada omad yozib qoldiringlar. Xo'p. Buni uka menga bitta tashtirib o'tib ketman. Chuvoli ma'lumotini undan keyin menga bemalol boshqacha variant bo'lsa, undan ham ko'rsatasan degan ekanimiz uchun hozir ham buni bitirishimiz. Bu arzonroq motoblogimiz bo'ladi. Yangi partiyasi kirib keldi. Buni yoqilg'i turlari benzin boklar 3 litr bo'ladi. Yurishlari esa zavodni orqali yarim soat orqaga yurib ketadi. O'zlari esa maslenli bu ishlab chiqarilgan. Maslenli qanaqa ishlashini buni traktorchi ekan juda ham yaxshi biladi. Undan tashqari resurlar esa kichikroq qilib ishlagan, lekin baquvvat bo'ladi. Xo'p, rullar ham juda ham kaltaroq sal bo'lsa ham, o'chirib yoqish ikkita knopka orqali bemalol. Bunisi qo'lingiz chiqib ketsa ham, bunisidan o'chmay, faqatgina mana bunisi ham o'chgandan keyin mana bunisi qo'lingizdan chiqib ketishi shart bo'ladi. Oldiga ikkitasiga, orqaga bittasiga bilan jihozlangan. Xo'p, bunimizda ballonlar kichikroq, 408 ballonlardan biri bo'ladi. Bu eng yaxshi ballonlardan biri bo'lib keladi. Hozirgacha do'konimiz eng sifatli va arzonroq motoblogim shu bo'ladi. Frezalar esa 4 qatordan 8 qator bo'ladi. Bittasi bo'linadigan bo'lib ko'rishlari mumkin. Xo'p, buni komplekti ukan menga nima bor, shuni ham bitta aytib o'tib ket degan ekanmiz. Ammo komplekti motoblogimiz bo'ladi. Dokumenti bo'ladi, kitobchasi o'zining yo'riqnomasi va kulishlar bo'ladi. Mayda juda kulishchalar bo'ladi. Mana shu 4 qator 8 qator bittasi bo'ladi. Frezamiz bo'ladi. Bo'ldi aka. Bundan boshqacharoq varianti bo'lmaydi. Bunda garantiyasi yo'q. Garantiyasi chunki arzon hech qachon berilmaydi. Faqatgina sifatli narsaga bemalol garantiyasini qo'rqmasdan 1 yil, 10 yil, 20 yilgacha berib yubora olamiz. Undan tashqari uka menga bunisi ham bo'laveradi, lekin men chicha qimmatrog'i sifatlisi kerak. Bu sifatsizmi, sifatlimi bilmayman. Shunga menga sifatli texnik motoblogdan bormi degan ekanmiz uchun undan ham aka yangi partiyasi kirib keldi. Xohlagan mana shu karcha sistemasidan ham tayyor bo'lgan ekan. Bu 350 litrli yo'nkisi va karcha apparati komplektida 30 metrli ishlangan va pistoleti bo'ladi. Kelasiz, mana shunday ko'rib turgan motobloglardan xohlaganingizga tanlab olishingiz mumkin. Bizda do'konimizda har xil motobloglardan bor. Jatkalarimiz bor, gusenica partlarimiz da ham bor, 2 g'ildirli motobloglarimiz, katta motobloglar ham bor. Kelasiz, mana shu texnik motoblog so'ragan ekanmiz, shu mana yangi hozirgina yig'ib qo'ygan texnik motoblog bo'ladi akalar bu. Buni argilangan qayerda bo'lsa bo'ladi degan ekanmiz. Mana bu yerga o'yib yozib qo'ygan, ko'ryapsizmi? Bu haqiqiy zavod tuzmasi bilan. Mana bu yerlar ham qattiq o'yib yozib qo'ygan bo'ladi akalar. Bu narsani siz hech qachon tanlab olgan adashmay. Boshqa joylarda xuddi shu texnikasi bo'ladi, lekin asoschisi bunga adashdi ham qo'yib qo'ygan deydi va o'rniga boshqa bitta lakletkani yopishtirib qo'yaveradi. Lekin siz alam qolmang, mana shu yozuv sizga hech qachon aldamay. Buni ham bitta bo'lish yo'li mana shu joyda texnikani yozib qo'ygan va bu narsa uzganingizdan so'ng qayta yopishtirish imkoniyati yo'q hech qachon. Keldingiz, ko'chadagi ko'rsatganimni yo mana shu yerdagi bitta motoblogda hayd qilib oldingiz. Mana shunday texnikani hayd qilib oldingiz. Kelasiz, barabarimiz aylantirasiz, barabarimiz omadli yo'llar. O'ngga ham chapga ham aylantirishdan farqi yo'q. Bemalol tushgan sohasiga joyida beramiz. Xohlaganingizni tomonga aylantirishingiz mumkin bo'ladi. O'tganda o'ngga ham chapga ham aylantirishdan farqi yo'q. Kelasiz, chap tarafga ham bitta aylantirasiz. Nima juda qat'iy nazar sizga mutlaqo tengga berib yurasiz. Ko'rib turgan sho'rpavoy barlarga dire kulishna bor.
hattoki svicha, g'o'zdiq, moy, dortichili apparati nima tushsan qat'iy nazar sizga joyida olamiz, ishlatib ko'rsatib beramiz. 5000 soatdan qo'shilib 350 ming so'mgacha bo'lgan sog'alamizda har xil modeli bor. Katta 17 satelitli variant so'ragan, benzinli, undan ham yetib keldi. Undan tashqari Sararkali 17 ochli satelitli variantda ham kirib keldi. Kimga shu turdagi motobloklar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomerim qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqishlar ham mumkin bo'ladi. Bundan keyin qiziq videoni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugasini bosib qo'yinglar. Va yana bitta narsa, Mazil aytib o'tib ketamiz. Mazil Farg'ona shahar, avval qishlog'i, agroservis do'koni, Optimus Skeletning birinchi qo'l bazasi agroservis bo'ladi. Hayır, jonlaring sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.